Assalamu alaikum. Bugungi darsimizda Android Studio'da ko'rinma yozuvlar bilan tanishib o'tamiz. Oldi bilan Android Studio'ni qo'zg'atish uchun biz programma tizimligidan Android Studio deganni tanlasak bo'ldi. Bu Mac'dami, Windows'dami o'xshash programma tizimligining ichidan Android Studio deganni tanlasanglar, Android Studio o'sha yerda qo'zg'aladi. Qo'zg'algandan keyin chiqqan bu ekranda birinchisi yangi project qurish yoki yangi tur qurish. Ikkinchisi yangi Flutter turi qurish. Bu men Android Studio'ga Flutter'ga oid narsani qo'shganligim uchun bu ko'rindi. Sizlarga ko'rinmasligi mumkin. Flutter'ga oid narsani qilmoqchi bo'lsanglar, Flutter'ga oid bo'laqni qo'shgandan keyin bu paydo bo'ldi. Ondan uchinchisi mavjud bo'lgan proyektni ichish yoki burun biz chizib qo'ygan app'ni ochmoqchi bo'lsak, shu uchinchisidan ochsak bo'ldi. To'rtinchisi get from version control yoki nashr boshqa sistemalardan, ya'ni git degandek sistemadan kirish. Beshinchisi tayyor mavjud bo'lgan APK, bizning Android tuzgan app'larimiz normalde APK hujjat olib chiqadi. Shu APK'ni analiz qilmoqchi qilishligimiz. Eng oxirgisi Android Studio'dan sirt Eclipse degandek boshqa sistemada tuzilgan app'ni Android Studio'dan ichiga kirmoqchi bo'lsak, mana shu oltinchisini tanlab kiramiz. Endi biz yangi turdan birini boshlaylik. Create new project deganni cheksak, bunda bir ko'znak chiqadi. Bu ko'znakning sol tarafida telefon bilan padlar ama taqaydigan uskunaning mashg'ulot sistemasi, yana soat degandek keldi. Uchinchisi Android televizor. To'rtinchisi Android avtomobil. Biz avtomobilda Android sistemasi qilingan bo'ldi. Oltinchisi Android Things. Bu hamda shu yuqori uskunadan boshqa Android qo'llangan uskuna yoki ayrı elektrik uskunalarni ko'rsatadi. Biz bu qadimli kursda asosan telefon bilan padki program tuzganligimiz uchun mana shu birinchisini tanlab mashg'ulot qilamiz. Endi o'ng tarafga qarasak, buningda o'sha biz yangidan qurmoqchi bo'lgan ko'znakninki har xil uslublari bor. Bu uslublar suratga qarasanglar, xarita masalan, xaritaga munosabatli ko'znak qurmoqchi bo'lsak, buni tanlasak bo'ldi. Ondan agar biz kirish a'zo tizimlash kirish degan mashg'ulotlarni qilmoqchi bo'lsak, buni agar bizning ma'lum bir ko'znakda bundaq bosh pat, onun tarmoq patlari va yoki detal tafsilot patlari degandek ana shaklda bo'lsa tanlasak bo'ldi. Buning ichidagi har qaysi uslublardan biz mana shu quruq deganni tanlab qurimiz app'ni ko'pincha odatda bu quruq activity deganni tanlasak, yangidan shakllangan turning ichida o'sha kodlar bo'lmaydi. Shunga endi bizning boshqa uslublarni qo'llanib holatda avtomatik shakllanib qolgan kod, uning orasiga munosabatni tushunib bo'lishimizga sal hozir baldo bo'lganlik uchun biz quruq activity'dan boshlab yangi app'ni mushohada quramiz. Bu ko'znakning ichida birinchisi app'ning nomi, ikkinchisi bo'loq nomi, uchinchisi app saqlangan o'rin degandek bundaq. To'rtinchisi app'ning tili, beshinchisi Android nashr degandek tanlashlar bor. Birinchisiga biz app'ga bir ism qo'yamiz. Masalan, bu sinoq UI deb degan ko'rinma yuzini sinoq qilganligimiz uchun sinoq UI deb qo'yaylik. Ondan package name bo'loq nomi deganning ichiga
normalde şirketininki ismi yoki tor bekatning nomi anadan keyin appning nomi shundoq com cheket palane cheket anadan keyin app nomi degan shundoq shaklda qo'yiladi. Bunda qo'yishdan maqsad bizning bu applarimizniki boshqa applar bilan ism jihatda takrorlikning oldini olish uchun mana shundoq bo'liq nomi mana shunday shaklda qo'yiladi. Buningga o'zingizning tor bekatlari yoki shirkatlaringning ismini shundoq chekit bilan aylangan holatda, masalan, Uyg'ur.com degan bir tor bekatniki appni yasamoqchi bo'lsam, men com chekit Uyg'ur sınaq UI deb holatda ism qo'ysam bo'ladi. Bunda ism qo'ygan vaqtda bu app bo'loqlarninki takrorlikning oldini olib bo'ldi. Endi uchinchisi appning saqlanadigan mo'ljallisi biz ham Android Studio'da tuzgan applarimizni boshqa narsalarga aralashib ketmaslik uchun Android deb ayrim bir mo'ljal qurib qo'yib, uning ichida applarimizni saqlasak, boshqa bo'lib bo'ldi. Men burunqi tuzab qo'ygan Android applerimning hammani shu mo'ljalda saqlaganligim uchun bu avtomatik shu mo'ljalning ichida sınaq UI deb yangi mo'ljalga qo'llanganligini ko'rsatadi. Endi bu appning tili biz bu kurs davomida Kotlin qo'llanganligimiz uchun Kotlin deganni tanlaymiz. Endi eng oxirgisi eng kichik SDK deb SDK Androidning shu har qanday nashrlarga mos keladigan iç muhitning nashri SDK degan Simple Development Kit degan gapning qisqartmasi SDK. Bu iç muhiti biz normalda her bir iç muhitini tanlasak, ona mos keladigan uskunaninki persenti ayada avtomatik ko'rinib turadi. Biraz mo'ljallanib. Masalan, Acellibin degan tanlasak 99.8 chiqqan bo'lsa, Android 5.0 tanlasak 94 degandek shunaqa. Bu persent o'zgardi. Lekin kona nashrni tanlab qo'ysak, Google masalan hozir Jellibindan burunqi nusxani 4.3dan burunqini qo'llashni 4.4dan burunqi nusxani qo'llashni to'xtatdi. O sharoitda burunqi sistemani tanlab qo'ysak, biz endi uning uchun program yozish uchun appning ichiga bir talay kona ambalni qo'shishimiz to'g'ri keladi. Endi bu tanlaydigan yeri o'sha an'anaviy ambalni qo'llash degan tanlash. Bizlarga yangi chiqqan narsalarni ishlatganligimiz uchun nashrni tuban tanlamaganligimiz uchun buni tanlamay boshlaymiz. Finish deganni bossak appninki applylaydigan Android ustuninki applylaydigan ko'rinishi chiqadi birdan saqlasak. Aşk pastda mengayotganga to'lab bo'lgandan keyin bundaq bir ekran ochiladi. Buni sol tarafga qarasanglar, tepkilar bor, project deb bir tepki bor. Uning ostida resource manager, manba boshqarish deb bir tepki turadi. Har bir tepkini besib baksanglar, uning ostida nimalar borligi chiqadi. Bu tepkilarning qaysilarining nimaga ishlatilganligi to'g'riliq biz davomli to'xtalamiz. Üst tarafdan project deganni tanlaganda eng ustda qarasanglar Android deb bir konib ko'rinadi. Endi o'ng tarafga qarasak Gradle, Flutter deb bir xil konib turadi. Men Flutterga aytgan boshlaganligim shunda Flutter deb konib ko'rinadi. Sizlarga balki bu ko'rinmasligi mumkin. Endi bu Gradle'ning nima ekanligiga haqida biz o tushunchani keyingi darslarimizda beramiz. Endi project degan tanlagandan keyin üst tarafda qurilmani
o'zgarish uchun Android yoki boshqa turini tanlashga bo'ladi. Buni bossak, project deb bor masalan. Eng asli Android deb bor. Normal project bilan Androidning ko'p ishlatamiz. Project deganni tanlasak, bu bizning turimizning montaj qurilmasi bo'yicha tizib berdi. Agar Android deb tanlasak, Android Studio'ningki Android xos shu belgilangan qurilmasi bo'yicha tizib berdi. App'ning ichida biz qo'llangan naslini. Endi bu Android deb tizsak, u app degan bir mundarja yoki bo'loqning ostida, app degan bo'loqning ostida manifest deb bir narsa turdi. Manifest deganni turkcha manifest desa xitobnoma deb tushunamiz normalda. Xitobnoma. Bir app'ning xitobnomasi yoki bundan desanglar bo'ldi. Xitobnoma deganda nimalar bo'ldi? Desanglar masalan bir ma'lum bir davlatning qurilish xitobnomasi degandek narsalarda davlatning qimmat qarashlari degandek narsalar belgilangandek, bu app'ning xitobnomasining ichidami bu app'ningki qanday sizning qanday huquqlaringizni talab qiladi, masalan kamera ishlatishni talab qilamdi, xarid ishlatishni talab qilamdi, albom ishlatishni talab qilamdi, internetni talab qilamdi degandek narsalar hammani shu Android Manifest degan bizning xitobnomaning ichida biz e'lon qilib qo'yamiz. Buni shuning ichida ruxsatlarni yozmasak, buni ishlatishga Android ruxsat qilmaydi. Shuning uchun app'ningki ichida ishlatiladigan ishlatuvchining shaxsiy uchurlariga oid uchurlar o'shaga yoziladi. Qanday ruxsatlarni talab qilganimiz. Andan keyin app'ning ichidagi har xil ko'rinma yuzlarningki, ekranning ichida qaysi ekranning bosh ekran ekanligi, qaysi ekranning qanday ish qilganligi degandek narsalar. Undan boshqa bu app'ning ichida qanday munosabatlar ishlatilganligi degandek narsalar shu Android Manifest degan ichida yoziladi. Endi ikkinchi muddatda Java deb bir muddatcha bor buning ichida. Bizning bu yerdan bo'liq qo'ygan ismimiz bo'yicha Com Uyg'ur Sinaq UI deb bir narsa turdi. Buning ostida Android test deb chiqdi. O'xshashlar. Yani bo'liq nomi bor. Biz bu test Android test degan narsalar sinaqqa app'ni sinash qiladigan bo'lganligi uchun buni bilan biz aplashmaymiz. Bu eng boshlikisi shu normal bo'liq nomining ostiga qarasak main activity deb bir kodlanuvchi quruqlik holati bo'ladi. Bizning kodlarimiz shu kodlanuvchining ichiga yoziladi. Buning kodni qanday yozish to'g'riliq biz keyingi darsimizda to'xtalamiz. Keyingi darsda asosan shu resource yoki manbalar degan shu bo'liqning ostida bo'lgan drawable. İngilizce draw degan sizishdan gap bor. Drawable degan narsa shu siziladigan manbalar. Ikkinchisi layout degan app'ning ichidagi ko'rinma yuzlar. Drawable deganni biz hozir içine içib baksak, bunun içinde IT Launcher deb bir narsa turdi. Bu hamda app'ning ichida ishlatilgan resim yoki shaklni saqlaydigan mundarja yoki bo'loq deb tushunsanlar bo'ldi. Ikkinchisi layout deganda app'ning ko'rinma yuzlari shaklini saqlandi. Bu ko'rinma yuzlar balkim app'ning bir butun ekraniga munosabatlik. Shunday hujjatlar bo'lishi mumkin yoki app'ning shu bir butun ekranni shakllantiradigan qo'shimcha elementlar. Masalan, bir YouTube'ni misol olsak, YouTube'ning video tizimligi deganning ichida bir qator filmlarning tizimlik bo'ldi. Filmning film surati
Anamdan keyin filmning ismi degandek narsalar har bir filmniki o'xshash holatda shunday qilib tizimliklar bo'ladi. Shu tizimlikning ichidagi har bir filmni ko'rsatish uchun shu tuzilgan shu elementning o'zimi bir layout bo'lishi mumkin. Bu qo'shimcha tarmoq layout deb tushunsak, andan keyin shu to'liq bir ko'rinim yuzini shakllantiradigan layout yoki yeyilmani bu bosh yeyilma deb shunaqa tushunsak bo'ldi. Shunga bu layout deganning ichida bizning ekronni shakllantiradigan bosh cho'ng yeyilma, ekranning ichidagi elementni shakllantiradigan tarmoq yeyilma hujjatlari shunaqa bo'lishi mumkin. Endi uchinchisi map deganning ichida ichib qarab baqsaq, bundaq appning ichidagi logolar, ikonlar joylashganligini ko'ramiz. Androidning ba'zi nusxalarida macha holatdagi ikonlarni, ba'zi nusxalarda jumla holatdagi ikonni ishlatganlik uchun bu ikki xili izolangan. Bu endi appning avtomatik shakllantirib qo'ygan ikonlari. Biz endi o'zimizga appga o'zimizning ikonlarini ishlatamiz. U ikonni qanday kirgizish degandek narsalarni keyingi darslarimizda to'xtalamiz. Shunga bitmapning ichida appga munosabatli ikonlar, logolar bor ekan deb tushunib olsanglar bo'ldi. Endi to'rtinchisi values. Values deganning ichida ranglar, tekstlar, ondan keyin temalar degan 3 narsa bor. Ranglar deganni ichib baqsaq, ranglar deganning ichida bir talay ranglar izolanibdi. Biz endi uch tizimlikdagi ma'lum bir rangni ishlatmoqchi bo'lsak, shu rangning ismiga asosan ishlataylik. Mesela appning ichida shu rangni ishlatmoqchi bo'lsak, purple 200, purple 500 degandek shunday ishlatsak bo'ldi. Endi mana string tekstlar deganning ichida appning ichida ishlatilgan tekstlar izolangan. Masalan, app nomi sınaq UI deb bu izolanib turdi. Biz endi appning ichida appning ismini ishlatmoqchi bo'lsak, app name degan narsani qo'llansak, bizga sınaq UI degan narsani yo'tkab turdi. Buni endi ayrim bir tekst hujjatning ichida saqlashning sababi nima desanglar, birisi tekrar ishlatiladigan shunday tekstni qayta-qayta yozib yurmayman, shunday izolatlam qo'yib, shunday ism bilan ishlatsak, olimada bir imlo xatoliklari bir narsalar chiqib qolsa, shu bir yerdan tuzatsak, butun appning ichidagi shu o'xshash tekstni o'zgartirish maqsadiga yetkazib bo'lgan. Ikkinchi birisi endi unda ko'p xil tillik appni yasasak, masalan, values degan hozir inglizcha qimmatlarni saqlaydigan bir bo'laq. Endi buning ichida values masalan UJ deb Uyg'urchaninki tilninki qisqartirilma kodi OG degan narsa bo'lsa, u qimmat bo'liqning ichida Uyg'urcha tekstlar saqlangan bo'ladi. Uyg'urcha tekstlar masalan biz app name deganga sınaq UI degan o'rniga sınaq ko'rinim yuz deb Uyg'urcha xat yozsak bu yerga. Andan appning biz Androidninki til tanlashida Uyg'urcha tilini tanlasak, shu values OG yoki UJ degan shu hujjatning ichidan app o'qiydi, values ya'ni Uyg'urcha qimmatlar degan ichidan app o'qiydi. Shuning bilan appning ko'rinim yuzlari Uyg'urcha ko'rinadi. Appning tili inglizcha bo'lgan chog'da shu values degan ichidan app o'qiydi. Bu chog'da app Uyg'urcha ko'rinadi. Shunga ko'p xil tillik app yasashdimi? Shu bizning tekstni stringning ichiga o'rnashtirishimiz zarur bo'ladi. Bu endi tekstni ishlatadigan. Endi oxirgi birisi qarasanglar bu themes deb. Themes deganning ichida uslublar izolangan bo'ladi. Unda qarasanglar masalan biri normal uslubga, ikkinchi biri kechilik uslubga, birida oq rang tursa, shunaqa mas o'rinda, ikkinchi bir o'rinda qora rang turdi. Demak, birisi kechilik uslub, biz kunduzlik uslub deb oq qora ikki xil
almashtiradigan mundaq uslubni izolab qo'yapti. Biz masalan ma'lum bir appda to'rt faslga mos to'rt xil uslub izolagan bo'lsak, bahor, yoz, kuz, qish deb. Shu bahorga mos keladigan bilan bir uslub, yozga mos keladiganlar bilan bir uslub, kuzga mos keladiganlar bilan bir uslub, qishga mos keladiganlar bilan bir uslubni tanlab, anani izolab qo'yib o'zimiz. Ondan u uslubni ishlatuvchiga tanlaydigan bir tanshak bersak, shu tanshakning ichidan ma'lum bir uslubni tanlasa, appning ko'rinma yuzi biroqlam o'zgaradigan ishlarni shu uslub jitni izolash orqali bir taraf qilamiz. Endi biz bugungi darsda asosli ko'rinma yuzlaylish bilan tanishmoqchi. Shunga activity main degan ko'rinma yuzlaydigan, ya'ni ochdik. Buni ochsak, har qanday appni shunday quruq activity, empty activity degan tilda açsanglar shunda hello world bir tekst so'rov tekstni juvetdik biz. Shu bitib hamma narsani biz noldan boshlab laylab boqaylik. Üst tarafda code deb bir tabka var. Onun altında split, yani ayırış deb. Ayırış deganda bassanglar, sol tarafda kod, o'ng tarafda ekran chiqadi. Layya deganda bassanglar, laylaydigan ekran. Andan keyin buning yanida ana qo'shimcha unum ekrani ko'rinadigan odatda chiqib turdi. Bu appning ko'rinma yuzini laylashda birisi shu ko'rinma yuz holatda bizga lozimli narsalarni so'rab ekranga ekirishdan laylayamiz. Masalan, tekst, ko'rinmalar, boshqa kontrollar degandek maksimum miqdor kontrollar bor. Biz ko'rinmadan birini tortib boqaylik yoki tortib ekranning ustida joylashtirsak, ko'rinmadan bir paydo bo'ldi. Endi biz bu ko'rinmani ekirib bo'lgandan keyin buniki kodni avtomatik shakllantirib berdi. Endi kod bilan bu ko'rinmaning munosabatini qarab baksak, masalan biz ko'rinmani pastga tortsak, qimmatning o'zgarayotganligini ko'ramiz. Üstüge tortsak qimmatlar kichiklayotdi, pastga tortsak cho'ngayotdi degandek. Demak, biz devosda ko'rinma yuzlaydigan qurollar bilan aniqlaydisak, kodni avtomatik shakllantirib beradi. Yoki kodni biz yozsak, bu bizga ko'rinma yuzni shunday shakllantirib beradi. Bu bir-biriga bog'liq bo'ldi. Biz darsimizda shu kod bilan kod orqali ko'rinma yuz chiqarishni mashq qilamiz bugungi darsimizda. Shunga bu kod yozilgan ochdik, ichib bu ichidagi narsalarni hammani eng ustidagi XML degan bir qo'rni, XMLning zoti va qo'rni kelib qolganini o'chirib aytdik. Endi bu yerga line inglizcha siziq degan gapni bilasizlar. Line deganni boshdagi shu uch harfni mana yozsam men, masalan line deb yozsam bo'ldi to'liq. Bu yerda tizimlikda liner layout deb bir narsa chiqdi. Enterni ursak, buning kengligi egizlikka deb ikki tanlash chiqdi. Har qanday bir narsani yangidan bir kontrolga kelgan vaqtimizda uzunlik kenglik deb chiqadi. Biz shu bir necha harfni o'chirib etib avtomatik tanlashdan ichidan uni tanlab enterni ursak, buning ichida qanday qimmatni ishlatadiganligimiz bu yerga chiqadi. Qarasak bu yerda match parent, wrap content deb ikki narsa turdi. Match parent shu bizning shu kontrolimiz ichida bo'lgan shu elementga kengligini moslashtirib bergan gap wrap content degan. Endi buning ichida mazmun qanday ichidagi mazmun asosan ana uzunlik kenglikni o'zgartirgan gap bo'ladi. Biz match parent deganni tanlasak hozir bu liner layout degan eng ustdagi yoki liner layoutning ustida
Başqa bir narsa yo'q. Shuning uchun bu ekranning cho'nlig'i qanchalik bo'lsa, match parentni tanlasak, bizningki shu doiramizningki uzunlik kengliklari shu ekranning cho'nligi, kichik egizligi kengligi bilan teng bo'ladi. Endi ma aslidagi bir qor sistema avtomatik shakllantirib qo'ygan qor, biz uni tegmaymiz. Buni ma kodni shakllantirib bo'lgandan keyin, yozib bo'lgandan keyin biz ma split deganni besib nima chiqqanligini ko'rib boqaylik. Qarasak, bu yerda hozir mana ko'ramiz. Red content deb o'zgartib boqaylik. Red content desakmi, ma o'zgarganini his qilamiz qachon. Bu yerga biz hozir son yozib boqaylik. 50 kamni belgilash uchun kamlik uzunligini sondan keyingi dp deganni qo'yamiz. 50 dp deb yozsak 50 kenglikda bir doira chiqdi. Masalan 150 desak, ondan cho'nroq bir doira chiqdi. Endi ma 100lik deganga ham o'xshashlar. 50 desak, hozir 150 da 50lik bir doira agar paydo bo'ldi. Endi biz endi buni to'liq ekranlik qilganligimiz uchun match parent deganni ishlatamiz. Match parent deganni yozib etdik. Ondan bu ekranga to'lg'ancha chiqdi kenglik. Endi egizligini ham ekranga to'ldirmoqchi bo'lsak, uni match parent dedik. Demak, to'liq ekranlik bir doira hozir paydo bo'ldi. Liner layout. Endi biz bu doiraning ichiga resim qo'ymoqchi. Resim qo'ymoqchi bo'lgandan keyin bu doirani yan to'sizlik ma'lum bir doiraninki yoki kontrolning oxirlashganligini bildirdi. Bu oxirlashgan belgini o'chirib o'tamiz. Avval o'chirib o'tgandan keyin biz ma pastki qurg'a yana shu bulon tirnoq bilan boshlandi XMLning hamma elementlari. Yana shu bulon tirnoqni birini qo'yib, oxirlashtirish belgisi yan to'sizlik. Yan to'sizlikni qo'ysaqlar, liner layout deganning o'zi oxirlashadigan beshi doira bo'lsa, oxirlashadigan doirasi A bo'ldi. Endi buning o'tirg'a biz resim joylashtirsak bo'ldi. Shuni yerga internet bilan qaytarib, bu yerga men resim joylashtirgan kodni yozaman. Resim elementi bundan chiqqandan keyin inglizcha resimda image deydi. Image deb besib baqsaq, bu yerda image view, image button, image switcher degandek narsalar chiqdi. Image button resim ko'nikmasi, image switcher resim almashtirish degandek narsalar bizning resim qo'ydigan kontrolimizning ismi image view. Shu image view degan tanlayman. Internet olsam bu yerda bundaq ikki tanlash chiqdi. Image parent red content deb ustida biz liner layout qurgan vaqtga chiqqan narsaga o'xshash. Endi biz bu resimni son bilan funksiyasini belgilab boqaylik. 150 dp deb belgiladik. Buni egizligini ham 150 dp deb belgiladik. Belgilab bo'lgandan keyin endi buni taqib etdik. Qarasak 150-150lik bir doira shakllandi. Lekin buning ichida resim yo'q hozir. Resimni bitish uchun src degan ishlatamiz. html buni baqqan to'g'ri betlashni biz baqqan bolalar bo'lsa, html ga resim qistirishda shu src ishlatilganligini bilamiz. src deb internet olsak, oldiga Android qo'shilib, bu yerga resimning nomini kirgizadigan yer chiqadi. Endi biz tayyor resim ishlatmay, to'rdan bir resim tushirib, shu resimni o'zini ishlatib boqaylik. Google'ni ochdim men. Bir olma deb, olma so'zini izlab boqay. Izladim, resimlar deganni bossam, olmalar chiqdi. Buni ochdim. Men bu olmani tanlab boqay, buni saqladim. Saqlab bunga inglizcha Apple deb olma degan ism qo'yib, buni ustal yuziga saqlab qo'ydim. Endi ustal yuziga saqlagan olmani biz Androidda ishlatish uchun Android Studio'ning ichiga shu drawable degan ichiga so'rab kirib qo'ysak bo'ldi.
Jobul degan ishiga Jobul degan qizil izoh paydo bo'lgan ekan, qo'yib bersak bo'ldi. Endi bu yerda buning falan o'ringa modellashish saqlansa degandek narsa chiqib, refactor degan grupni besib bu resmimiz Jobul degan ishiga kirdi hozir. Yoki Jobul deganni o'ng cheksak, Mac'da Mac Systems'da, Alma Systems'da Rivalin Finder deb chiqadi, Windows'da Explorer deb chiqadi. Shuni bossak, bu Jobul degan shu bo'loqninki mundarisi ichiladi. Shu mundarisning ichiga biz rasmni so'rab kirib qo'ysakmi bo'ladi. Shunga ikki xil usul bor. Biz mundarisiga berib, uning ichiga kirish, yana biz bevosita shunday tartib kirib qo'yish. Hem de resimə kirdiği işini biz tüketip olduk. Resimni kirib bo'lgandan keyin yana biz activity main degan XML hujjatni ichib, endi uning resimni kirib boqaylik. Resimning ismi Apple'di. Unda Apple deb yozsak, ayet tanlash chiqdi. Shuni tanlab etsak, o'rinda olma paydo bo'ldi. Bizning 4-chi resimimiz bu yerda chiqdi hozir. Endi bu olmani biz ekranning o'tirib to'g'rilash uchun gravity deydigan bir xoslik bor. Gravity deganga center markaz degan qilsak, bu o'tirib to'g'rilandi. Bunun da gravity degan har xil xosliklari bor. Masalan, so'lga to'g'rilash, o'ngga to'g'rilash, pastga to'g'rilash degandek. Bottom degan masalan past. Bununla qanday qimmatli tanlag'ili bo'lganligini slash gravity deganni bir qancha sharitni o'chirib yetib internetga besib boqsanglar ko'ralaysizlar. Biz buni markazga to'g'rilab qo'yib turdik. Ondan keyin biz mana cho'nliqni 250 desak, almasini qurunqutni cho'ngaydi. So'ngishni o'zgartirib qo'yishni ko'rib boqsanglar bo'ldi. Bu resimninki cho'ngaytish altini belgilaydigan scale type degan bir xoslik bor. Bu endi resimni qanday to'g'rilaydigan, o'tirib to'g'rilamdi va yoki resimni shu bizning doiramizga moslashtirib so'zib beramdi degandek narsalarni nishada belgilaymiz. Scale type degan narsa qarasanglar, masalan fit center degan o'tirg'a yotqizish, center crop degan o'tirni ko'rsatish, agar doirani kesib etish, fit xy degan shu x bizning belgilangan doiramiz bo'yicha resimni so'zlab berish. Fit xy desak qarasak, olmaninki nisbat buzilib ketdi. Biz buni shu normal markazga to'g'rilab qo'yaylik. Cho'ngaytish degan nima? Scale type degan ichidan shu center degan bersak, doirada cho'ng'alab chiqirdi. Agar center inside desak, o'tirib to'g'rilab, shu doiraning ichida olmaning soyalaridan tortib manasini markazdan ichida chiqarsa, nisbatan chiroyli ko'rinadi. Shu musholatni tanladik. Cho'ngaytish. Endi bu xoslikni bir qatam takrorlasak, birinchisi kengligi, ikkinchisi egizligi, uchinchisi mana o'rni. Endi resimninki buna o'xshash uzunlik, kenglik bu narsalar bor. Endi biz resimni 3 tal ko'paytirib boqaylik. O'xshash resimni ko'paytirib boqsak, aligner layoutninki qandaq bir narsa ekanligini tushunish uchun biz resimni ko'paytirib boqdik. Ko'paytirsak, bir resim qator chizilib yotadi. Nechta tal resim bo'lsa, buni qator chiziqli holatda o'rnashtirib bo'ladigan shunday yilmani biz liner layout deyotganimizda tushunib olsanglar bo'ldi. Buningki endi tizish shakli, birisi gorizontal tizish, yana birisi vertikal tizish. Endi uni vertikalatga, gorizontalga o'zgartirish uchun orientation deb
Ama yöneliş deydigan bir yana bir haslığı var. Yöneliş haslığını vertikal degen özgersanglar ticaret tızdı, horizontal degen getirsanglar, ama to'g'ri tızdı. Şoňa bu to'g'ri sowma degen närseni orientation degen haslyk esasen özgersek bolady. Hazır kalsak ekranda sel çık ketgendek kıldy. Biz hazır mana uzunlyk kaniklaryny sel kiçiklikde 120 kılıp koýaýly. Mana 120 bu 120 mağum 120 bolsun. Hazır hem ekranga yaxşy patdy. Endi bunu icra kılıp biz app'te kandak görünýändigini bir körüp bakaýly. Icra kılıç ko'nikisini besip birdem saklasak, bizninki app'ninki mavhum telefondaki halaty çykydy. Icra kılıçka kompüteriň süretiga karap bir neçe minut geçiş mümkin. Birdem saklasaňlar mundak çykydy. Bu hemde bizning laýlygyň görünümizniň telefondaki görünüşi aldy. Demek biz hazır görünümizden birini laýladyk. O görünümüzni telefonda icra kılıp görüp bakdyk. Bugün tanışkan närsemiz linear layout, yani sızgylyk ýyýlma. Bunun içinde biz kança element koysak, şu elementni kata aletde, tik aletde yoki to'g'risiga şundak tizip birdigan şundak bir qo'shimcha elementni o'z ichiga oladigan şunday dairini linear layout deydiganmiz deb tushunib olsanglar bo'ldi. Linear layoutni gradient degan onun içindeki närselerin kıyada boldyganlygyny, merkezde bolamdy, chetde bolamdy, o närseni belgileýdigan haslyky. Orientation degan tikmo ýan tomon iniňgan nersi, indi resimni içindeki kenglik, uzunlyk degenden başga scale type degen resimni kandak çoňaýtdygan, kandak alet çoňaýtyşyny belgileýdigan haslyk. Ondan ASRC degen resimninki ismini belgilep goýdygan. Kaýsy resmini gösterişini belgileýdigan haslyk. Bugün muşunçilik ügensek küpaýa bugünkü app'nin görünümüzden laýylaşyny tanıştyrýan bir şey bolsa, Allah emanet, salamet olun.